Voy, ade ikkalamizni ham o'ldiradilar. Adasi qarab boring. Taslima? Buni qarang. Shabnamni chaqir. Ha, ada. Sen qanaqa qiz bo'lding, shuncha pulni qayoqdan olaman? Moqmoqsiz qiztarasan. Qancha ishlashim kerak bu pul uchun bilasanmi? Borsana, men buni ber vaqti. Pulingni ber. Qanaqa quloqsiz qiz bo'lding, bu jazo senga. Ertalabgacha bu shunaqa ko'rinishda o'tirasan. Borus. Qancha ishlayman bu pul uchunmi? Qo'ya qoling, kirmas. Bu tush ko'rinishda o'tirasan, ertalabgacha qochsan ham. Vaqtga ertalab soat 7gacha mana shu yerda o'tirasan, jazo shu senga, tushundingmi? Quloqsiz. Bak sana soat ertalab 7da o'qitasan qizingni. Qizim, qo'rqmagin, xo'pmi? Ol qizingni. Qizim, nima bo'ldi? Qo'lim ishlamayapti. Qizcha kim bo'lasiz? Otasi bo'laman. Bu qizchaning analiz javoblari chiqdi. Qo'lidagi holat juda yomon. Ikkita qo'li ham qon bormagan, nekrozga uchragan. Operatsiya qilishimiz kerak. Shikastlangan qo'l qismini darhol olib tashlashimiz shart. Boshqa iloji yo'q doktor. Yo'q, faqat tez amalga oshirishimiz kerak. Bo'lmasa butun qo'li zararlanishi mumkin. Unda kechga qolamiz. Darhol operatsiya qilishimiz shart. Biz rozimiz. Xo'p, unda operatsiya jarayonini boshlaymiz. Shikastlangan qo'l qismini darhol olib tashlashimiz shart. Ertalab soat 7gacha mana